Sharq Turkistondagi zulmning kundan-kuniga yomonlashayotgan bu paytda Xitoy kommunistlari erkiy qirg'inchilikni texmi kuchaytirish uchun har qaysi ishki o'lkalardan oq-qorni farq etmaydigan tuzuk o'qish ma'lumoti bo'lmagan Xitoy bolalarini atalmish Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga akilib, yuqori maosh berib ishga o'rinlashtirayotganligi o'tirg'i chiqdi. Xitoy kommunistlarining bu xil razil siyosati orqali texi bir dunyo qarashi, inson qarashi yetilib bo'lolmagan yovvoyilarni lagerlarga gundupay qilib qo'yishi, tutqun qilingan qarindoshlarimizning buningdan keyin qanday fojialarni beshidan o'tkazadiganligi hammamizga ma'lum. Fransiya agentligining xabaridan qaraganda, Avstraliyadagi nopuzliq tashqi siyosat tadqiqot organi bo'lgan Lowy institutining torbeti Xitoyni manba qilgan tor hujumiga uchirgan. Yuqoridagi bu hujumning dal Avstraliyada Uyg'ur masalasi bo'yicha jiddiy faoliyat va uchirishlar davom qilayotganda yuz berishi kuchli diqqatni qo'zg'adi. Chunki Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Ömer Qanat va Nuri Turkesh qatorliq Uyg'ur faoliyatchilari tashkillangan o'mak dal mushu kunda Lowy institutida uyushtirgan suhbat yig'iniga qatnashayotgan paytda edi. Xitoyning yer shar vaqt kezdi Uyg'urlarning hozirgi vaziyati ustida ko'plab xabar taqitayotgan G'arb matbuotlari obyektiv xabar taqitishdak burchidan voz kechdimi temasida bir parcha maqola va shundaqla 3 minutlik video taqitib, G'arb matbuotlarini Uyg'ur masalasida obyektiv bo'lmadi, Xitoyning terrorlikqa qarshi qilayotgan kurashini ravo ko'rmay, ikki xil o'lcham ishlatdi deganlar bilan aybladi. Ular maqolasida lagerdan qutulib chiqqandan keyin Amerika Davlat Majlisida bevosita holda lagerlar haqida guvohlik bergan Mehrgul Tursunni tilga elib, uning yolg'onchilik qilayotganligini ilgari surgan. Chet ellardagi Uyg'ur ko'zatchilarining qarashicha, Xitoy doiralarining Mehrgul Tursunni ochiq tilga elib, ikkinchi qitim hujum qilishi bo'lib, bu Xitoy hukumatining Mehrgul Tursunning o'ttirga chiqarayotgan paketlardan qattiq bearam bo'layotganligini ifodalab berdi ekan. İkinci dekabr 24. növbetlik bütün dünya hava klimat yığını Polşanın Katowetsiyada içildi. 2 haftalik yığın davamida 200'den artıq devlet Paris hava klimati kelishimining yo'liga qo'yilish qoidalari to'g'risida suhbat elib beryapti. Hava klimatining kuchayishi eg'ir bo'lgan davlatlar taraqqiy qilayotgan davlatlarning yordam pul berish va'dasining amallashtirilishini talab qildi. Yig'inda taraqqiy qilgan davlatlar guruhining raisi Jambar Andalov ichilish murosimidan burun yer shari temperaturasining o'rlab ketishiga bo'lgan mas'uliyatning tuvan bo'layotganligi, shundaqla klimatni yaxshilashga nurg'un moliya sarf bo'ladiganligini qayd qildi. Saudiya Arabiston podshohi Qatarning amrini Paris qo'ltig'i hamkorlik komiteti yig'iniga taklif qildi. 5 dekabr Al Jazeera'ning xabar qilishicha, Saudiya Arabiston podshohi Salman Qatarning amri tayimimni 9 dekabr ichiladigan 39 navbatlik Paris qo'ltig'i hamkorlik komiteti yig'iniga taklif qiladiganligini bildirdi.